Onkologik kasallikka shubha bo'lganda doim biopsiya olish tavsiya qilinmaydigan kasalliklar bor. Bular jumlasiga masalan tuxumdonni erta bosqichdagi saratonni kiritishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda tuxumdonda kista yoki kistani ichida o'sha qattiq strukturasi bo'lgan o'simtaga yoki xavfli o'simtaga shubha bo'lgan holatlar aniqlanadi. Bunaqa holatlarda agar o'simta faqat tuxumdonni ichida joylashgan bo'lsa, biopsiya olish tavsiya qilinmaydi. Bu holatda olingan biopsiya o'simtani qorin bo'shlig'iga tarqatib yuborishi mumkin. Yaqinda xuddi shunday holat bilan bir yosh qizcha keldi. Ularda o'simta aniqlangan tuxumdonda bir necha marta tuxumdondan biopsiya olingan va bu narsa operatsiyadan keyin ko'rilganda kistani ichidagi suyuqlik qorin bo'shlig'iga tarqalib, ichidagi o'sha qattiq strukturadan o'simtalar qorin bo'shlig'iga tarqalgan. Bu holatda endi o'simta birinchi bosqichda emas, o'sha uchinchi bosqichga o'tgan bo'ladi. Bu narsani davolash qiyin bo'ladi. O'shaning uchun tuxumdonda o'simtaga shubha bo'ladigan bo'lsa, uni mutaxassis bilan maslahatlashib ko'rish kerak. Erta bosqichi bo'lsa, tuxumdonda joylashgan bo'lsa, faqat tuxumdon saratoni uchun aytyapman. Joylashgan bo'lsa, bu narsani darrov biopsiya olishga shoshilish kerak emas. O'simtani zararlamasdan olib tashlab, tanani tashqarisida nima qilsa qilsin, lekin o'sha qorin bo'shlig'ida turganda undan nilada biopsiya olib, uni tarqatish kerak emas qorin bo'shlig'iga. Bu narsa o'simtani bosqichini oshirishga, prognozni yomonlashtirishga olib kelishi mumkin. Buni doim hisobga olish kerak.